Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. 1949 yılı 12 ayının 22 günü Müstəqil Şərq Türkistan Cumhuriyeti Xitay Xalq Cumhuriyeti tərəfindən məcburi ağdırıldı. Bu Şərq Türkistanның rəsmi işğal qılınışı və Xitayның davamlıq türdə yürgüzülən müstəmləkəçilik və irqi qırğınçılıq hərəkətinin başlanışından dərək verdi. Aradan 76 yıl ötken bolsunmu Şərq Türkistan xalqının qarşılığı üzülmedi. Şərq Türkistan sürgünlü hökuməti və xalqımız bütün Şərq Türkistan toluq, erkin və müstəqil bolmaqca Xitay işğaliyetiga qarşı turishni davomlashtirdi. Şərq Türkistan sürgünlü hökuməti, Şərq Türkistan sürgünlü parlamenti, Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakati, Şərq Türkistan Milliy fondining vakilləri tajovuzchi Xitoyning dövlətimiz Şərq Türkistan Cumhuriyetini rasmiy ag'dirib tashlaganligining 76 yilligini la'natlash uchun 21 dekabr kuni Washingtonda Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishda Şərq Türkistan sürgünlü hökumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi. Əpəndilər və xanımlar, yaxşımısınızlar? Biz bugün 1949 yılı 22 dekabr günü Şərq Türkistanның Xitay Xalq Cumhuriyeti tərəfindən ağdırılıb taşlanışıdək Şərq Türkistan tarixidəki bəlgili qara paytını xatırlash münasibəti bilan bu yerga cəm bolduq. Bu tajovuzchilik harakati yalğız Şərq Türkistanni işğal və müstəmləkə qilish üçün emas, müstəmləkə qilish, irqiy qırğınçılıq və vəhşilərcə boysundirish qilmishining orliqsiz davomlashishining simvoli. Vəhşi qilmish 76 yıl keyinki bugünkü gündəmə davamlaşmaqda. 2026 yılığa kiriş aldida turmaqdamiz. Şərq Türkistan xalqı yo'qolish girdabıga kelib qoldi. Ana vatanimiz davrimizdagi eng vəhşilik bo'lgan irqiy qirg'inchilik bilan qoplandi. Dalil isbotlardan tinib olg'ili bo'lmaydi. Texmo eg'irlashib ketishdan burun jiddiy harakat qo'llanish lozim. Shunisi aniq bo'lsinki, biz shohid bo'layotgan bu vahshiylikning bevosita tub sababi Şərq Türkistanning qonunsiz ishg'ol qilinishidan iborat. 2014 yildan boshlab 7 milyon 880 ming Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlari jazo lagerlariga, turmalarga, majburiy emgak lagerlariga qamaldi. Yüz minglagan Şərq Türkistanlik ayollar tug'mas qilib etildi. 4 milyondan ortiq turk bovoqlari onasining qo'sqidan majburiy tushirib etildi. 10 minglagan Şərq Türkistanlik ayollar Xitoyning davlat qo'llagan bosqinchilik qilish qilmishining natijasida Xitoylar bilan majburiy to'y qildi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, Xitoyning atalmish yetimxonalariga va davlat qo'llagan maktablarga o'rinlashtirilib, mingsi yuyildi. 100 minglagan Uyg'ur va boshqa turk yoshlari organ yig'ib olish qilmishining qurboni sifatida o'ldirildi. Yilda taxminan 25 mingdan 50 minggacha kishi organlari uchun o'ldirildi. Diniy e'tiqod va kultural erkinligimiz yo'q qilindi. Masjidlar, qabristonliklar, kultur o'rinlari sistemli turda yo'qotildi. Bizning tilimiz, Şərq Türkistan kimligimiz unumli turda jinoyat deb qabul qilindi. Xitoy Şərq Türkistan kimligining har qanday izini, tarixini, mavjudligini yo'qotmoqda. Bu faqat bir bostirish, inson haqlari dafsanchiligi emas, balki Xitoy ishg'olchi kuchlari tarafidan bir davlatning va uning butun xalqini yo'qotish uchun yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik, shundoqla insoniyatga qarshi jinoyatdan iborat. Şərq Türkistan azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmagan va mangu bir parchasi bo'lmaydi. Xitoyning vatanimizga bergan yangi territoriya ma'nosida keladigan ishg'olnoma Xinjiangmo imperialist bayonlarini oshkorlaydi. Xalqimizning mavjudligini, kultural kimligini saqlab qolishning, inson haqlariga kafolatlik qilishning, adolatni qayta o'rnatishning birdan-bir yo'li Şərq Türkistanning mustaqilligini, egilik huquqini to'liq asliga keltirishdan iborat. 4 yil ilgari, ya'ni 2021 yil yanvarda Amerika hukumati va bir necha davlatning parlamentlari Xitoyning Şərq Türkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishlarini e'tirof qildi va aybladi. Qandaqla bo'lmasin, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishning o'zila yetarli emas. Harakat bo'lmaganda so'z ahamiyatini yo'qotadi. Tarix bizning bu tür jinoyatlar oldida nima qilganligimizni sotlaydi. Shunga bugun Şərq Türkistan sürgünlü hökuməti va Şərq Türkistan xalqiga vakolatan biz xalqaro jamiyatni qat'iylik va jasorat bilan ahamiyatli harakat qo'llanib, birinchidan Şərq Türkistonni besilmagan davlat deb e'tirof qilishga, Amerika hukumatini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarni Şərq Türkistonni xalqaro qonunlarga qarshi qonunsiz ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga chaqiramiz. Bu Xitoyning mas'uliyatini surishti qilish, javobgarlikka tortish, jinoyatlarning asli manbasini tepib hal qilishdagi birinchi qadam.
İkinciden, Xitoyga qarshi iqtisodiy, siyosiy va diplomatik jazo yurgizishni. Buningda Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat, mustamlika va majburiy emgak selish qilmishiga mas'ul Xitoy katibaşlarini va o'rinlarini nishon qilishni talab qilamiz. Biz hukumatlarni majburiy emgakdan ishlangan mallarni import qilishni cheklashga, Xitoyning ishg'oliyati, irqiy qirg'inchilik qilmishiga eqayotgan iqtisodiy manbalarni to'xtatishga chaqiramiz. To'rtinchidan, Sharq Turkistonning mustaqilligini, xalqimizning hurligini asliga keltirishni qo'llashni talab qilamiz. Amerika hukumati Sharq Turkiston surgundi hukumati bilan aloqa o'rnatishi, Sharq Turkiston surgundi hukumatining Sharq Turkistonning mustaqilligini, egilik huquqini asliga keltirish ko'rishini qo'llashi lozim. Biz dunyoning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, mustamlikasizlashtirish, milliy o'z taqdirini o'zi belgilash, adolatni barpo qilish qonunliq ko'rishini e'tirof qilishni talab qilamiz. To'rtinchidan, biz xalqaro tekshirishni talab qilamiz. Biz hukumatlarni va xalqaro qurilishlarni Xitoy hukumati, Xitoy kompartiyasi, Xitoy katibaşlarini irqiy qirg'inchilik shundaqla insoniyatga qarshi yurgizayotgan jinoyatini Sharq Turkiston surgundi hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan da'vosini qo'llash orqali tekshirish, javobgarlikka tortishni talab qilamiz. Eng oxirida biz hukumatlarni Xitoyning kengayishiga qarshi turishga chaqiramiz. Sharq Turkistonda yolg'iz inson haqlari masalasi mavjud emas. U bir jug'rafiyalik siyosiy masala. Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi, Xitoyning dunyoni bo'ysundirish, ta'sir ostiga ilish, kengayishi uchun sahna hozirlaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llash axloqiy majburiyat va strategik zaruriyat. Sharq Turkiston demokratik davlat rahbarlarining erkinlikka, o'z taqdirini o'zi belgilash, inson haqlariga bergan va'dasini, qonunning rolini sinaydi. Ciddi harakat qilishda mag'lub bo'lish Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondan halqagan zulmgarligining yeyilishiga, O'rta Osiyodagi, Hindiy Tinch okeandagi va uningdan olqib Amerika Qo'shma Shtatlari qatorliq davlatlarning muqimligiga, bexatarligiga tahdid elib keladi. Sharq Turkistonning sizning ona vataningiz, sizning uyingiz, xalqining bolalaringiz ekanligini tasavvur qilib beqing. Biz barliq xalqaradagi davlatlarni Sharq Turkistonning yanada turishga, Sharq Turkistonning adolat uchun selayotgan cho'qonlarga quloq solishga chaqiramiz. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish sizning da'voyingiz, insoniyatning da'vosi. Dunyo cho'ng qirg'inchilik davridimi keskin harakat qo'llanishda mag'lub bo'lgan. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, xatolik takrorlanmasligi kerak. Sharq Turkiston xalqi erkinlikka tashna, izzat, hurmatga tashna. Mustaqil davlatini qayta asliga keltirishga tashna. 22 dekabr kuni milliy motam kuni. Erkinlik Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilish kuni. Biz xayrxohlik sadaqa tama qilmaymiz. Biz adolat talab qilamiz. Xalqaro jamiyatdagi haqliq o'rnimizni, ya'ni erkin, egilik huquqli davlatimizni talab qilamiz. 76 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, bizning irodamiz davolg'ib baqqani yo'q. Biz Sharq Turkiston qayta mustaqil bo'lmoqcha to'xtab qolmaymiz. Sharq Turkistonga g'alaba, Sharq Turkistonga mustaqillik. Rahmat dedi. Namoyishchi ammo shuar to'lab xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llash orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasi va ishg'oliyatini oxirlashtirishga chaqiriq qildi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.